Hammaga salom. Hammani bepul darsimda ko'rib turganim uchun kattakon rahmat. Bu darslik bepul bo'ldi. Bu darsda men sizlarga Instagramda direktga reklama yoqqanda shablonni olib tashlashni o'rgataman. Ushbu ma'lumotlar boshqa kurslarda 200-300 dollar turadi. Albatta mening kursimda bepulga hammaga taqdim etaman. Xo'p, adres menejerga kiramiz va bu yerda sozdать qilamiz reklama. Vovlichonni tanlaymiz. Odatdagidek nastroykalarga kiramiz. Dalya bosamiz. Pastroqqa tushamiz va bu yerda messenjerda bosib qo'yamiz shablonni o'chirish uchun. Dalya bosamiz yana. Mana hamma narsaga yetadigan muammo shablon. Redaktorlik bosamiz. Ko'rib turibsizlar, o'chirsa bo'ladi ikkisi qilib. O'chiramiz va bu yerga yozamiz. Shablon bez ответа deb. Saqlanib qilamiz. Ko'rdinglar. Shablon o'chdi, faqatgina mana bu narsa qoldi. Buni o'zbekcha ham qilib qo'ysanglar bo'ladi. Reklamani ustiga knopkani bossa, отправить сообщениeni va chiqib ketib qolsa, shu narsa avtomatik boradi. Bosamiz, bitta qilamiz. Bizning shablonimiz saqlanib bo'ldi. Shablon bez ответа bo'ldi. Endi buni qo'llashimiz uchun bitta adres menejerda перезагрузка berib yuboramiz. Ko'rishinglar mumkin. Grup объявление bo'limiga o'tamiz. Va bu yerdan messenjerda o'chirib qo'ysak bo'ladi endi. Bu yerga o'tamiz. Bo'ldinglar, ошибка qoldi. Endi любой bitta rasm joylashtiramiz. Misol uchun mana bu rasmni joylashtiramiz. Va bu yerda yana xuddi shunaqa turibdi. Biz использовать существующие tanlaymiz. Va bu yerda shablon без ответа. Sizlar bilan mana bez shablon reklama yoqishni o'rgandik. Foydali kontentlar joylashtirib boraman Instagramga. Foydali kontentlarni yo'qotib qolmaslik uchun meni Instagram sahifamga obuna bo'linglar va kuzatishni davom etinglar. Hammaga rahmat, salomat bo'ling.